Realtorlik agentstvalari arzimagan ish uchun katta pul oladi deb o'ylasangiz, hozir bajariladigan ishlarni bir qismini aytib beraman, xulosa o'zingizdan. Birinchi o'rinda katta narxdagi obyektlarni sotuv jarayoni ko'p vaqt oladi, chunki bu vaqt davomida agentstva tomonidan reklamaga katta byudjet sarf qilinadi. Undan tashqari murojaat qilganlar bilan har biri bilan переговорlar o'tkaziladi. Umuman olganda sotuv jarayoni bir qancha bosqichlardan iborat hisoblanadi. Ikkinchisi, qimmat nejalo'li uchun mijoz topish. O'zi avvalo katta narxdagi obyektlarni oladigan investorlar bor, lekin ko'p bo'lmaydi. Borlariga ham первичный parametrlari birinchi to'g'ri kelsagina, keyin birgalikda detalni analiz qilib chiqamiz. Uchinchidan, yuridik tomonlariga to'liq konsultatsiya beramiz. Oldi-sotdidagi soliq xarajatlari bo'yicha nyuanslar, undan tashqari genplan bo'yicha obyekt qanaqa hududda joylashganligi, shunaqa hududlar bor. Bino madaniy meros obyekti hisoblanadi. U joyda qurilish ham qila olmaysiz yoki bo'lmasam fasadini ham o'zgartira olmaysiz. Bularning hammasi 1-2 oydan to agar narx baland qo'yilgan bo'lsa, bir necha yilgacha ham vaqtimizni olishi mumkin. Realtorlik faoliyati haqida shunaqa qiziq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying.